Hop, assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Uyga solnishli batareya qo'yish necha pulga tushadi? Tashqi nohiyasi Appon qishlog'ida qo'yilgan inverterimiz bo'ladi. 6.2 kilovat ekan bu. Hop, 5 kilovatlik batareya qo'yilgan. Lion o'sha eng zo'r mana shu bo'ladi. Yangi texnologiya. Ko'ryapsizlar, akkumulyator kichkinaligi, lekin o'ta zo'r. 5 kilovatgacha bo'lgan narsani bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ko'ringlar, mana kimga shunaqa solnishli batareya xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Tojikiston bo'ylab bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana hammasini chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Hozir panellarni ko'rsataman. Tojikiston bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hozir bu ishimiz Ash nohiyasi Appon qishlog'ida bo'lgan akamiz uyiga chiroyli qilib mana xudo xolasa qo'yib berdik. Mana hamma mana hozir 55 amper beryapti hozir. Ko'ryapsizlar, mana 55 amper kelyapti uji. Hozir quyosh yaxshiligi uchun mana amperlari zo'r beryapti. Xo'p, mana aziz tomoshabinlar, bitta batareyamiz 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta batareya qo'yilgan. Batareyaning eng qulayli tomoni issiq sovuqda o'sha havo aylantirish uchun orasini ochib qo'yganmiz 5 cm dan. Hammasi ochib qo'yilgan mana. Sifati qayerga ko'rib bilasizlar? Sifatga mana 4 tadan samiriz qotilgan. 3 tadan batareyaning o'ziga, 4 tadan profilga qotilgan. Biz profilga qo'yamiz, rekaga qo'yilmaydi. Profilda baquvvat bo'ladi. Umri ham uzoq bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, solnishli batareya qo'yish kerak bo'lsa, aytgan kilometrlarni olib borib, o'rnatib, cho'tka qilib beramiz. Nima xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga allo desanglar bo'ladi. Cho'tka qilib o'rnatib beramiz.